Toshkent Andijonga qarshi o'yin boshlayapti. Hokim bo'lamiz $1000 pul qo'yib berdi. $1000. Oldindan qanaqa bahona qilasiz aka? Biza oxirida ko'ramiz. Videoni oxirigacha olib qo'yamiz. Mana video oxiriga qo'yilsin, Qo'yiladi. Yutkizganimiz ham, yutganimiz ham. Qadi! Boshsiz chavandoz! Dilshod aka! Bir o'zi qolgan dilimi. Assalomu alaykum mana. Mana dilim edi. Mana mashtaqasiga tushyapti o'liga jigarlar. Bu bola dilim emas hozirda redimiga aylanib qolgan. Kim o'tdezmi? Jigarlar bola ichiradigan o'rni yo'q ekan. Bir tomondan g'alati oy. Bu akaxonni ajoyib minus va triple amalga oshirmoqda. Yakkamaga tursimaga solishinglar jigarlar. Yakkamaga tursimaga bersa parvoz pichida kalla qo'ymoqda restoranga o'yinchimiz Oyatulloh Fazliddinov. Chiroyli killarni amalga oshirmoqda. Oyatulloh bu yerda sanobatda kil bilan Oyatulloh dilimiy yo'q qilishga erishmoqda. Tom taktikasi bolalar. WhatsApp. Oho, Tomga ikkita odam chiqib oldi. Ana ahvol. Bu yerda esa podezda kechasi angardagi o'yinchi to'pton holatda. Bu yerda da Fazliddin Ko'ksin bo'lishiga qaramasdan ikkita minusini juda ham chiroyli tarzda amalga oshirmoqda. Qanaqa tasho? Andijonliklar yutdi. Dilshod aka sizga iltimos borda. Cham aytdi. Zo'r o'yin. Maza qildik. Maza qildim. Kuchli bo'lib qaytamiz.